Hammaga assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Stollarimiz yangi olmoqda shunday bo'lib turadi. Ko'p joyni egallamaydi. Bu tarafdan kurslarimiz. Kurslarimiz ham oshim mustahkam bo'lgan bu. Kurslarimizni o'tiradigan yeri 22 sm, 3,5 sm bo'ladi qalinligi. Teylarni mana shunday tishab berganmiz. Cho'tka deb ikkidan profil ketadi. Qalin profildan, cho'chlik qalin profildan ishlaymiz. Zagushlarni ham qo'yib berganmiz. Tabzavaskoydin bo'lib chiqadi. Bu tarafdan mahalla uchun bu zakazimiz Xorazm viloyati Yangi bozor tumanida bo'ladi. 2 metr 75 sm bo'ladi. Stolni razmeri. Kurslar ham 2 metrdan skameyka. Her tarafında 4 adamdan 8 adam oturadi. Yine azı neyinin aşını göstermez. Stolning aşını. Stolning aşını mantıklı bo'ladi, yine. Shunday bo'lib, biraz akkuratni bo'lib, ko'pchilik egallamaydi. Bir olib borganda epkendan dum udobni bo'ladi. Asoslar esa shunday bo'ladi, yine. Mexanizmlarni ham qalin listlardan büklab ishlaganmiz. Xudo xolasa dum ko'p vaqt xizmat etib beradi. Kime shunday stol kursi komplektimiz kerak bo'lgan bo'lsa, xohlasanglar, chotki narxda ishlab beramiz. Bu komplektimizning narxi 1,5 million so'm pul bo'ladi. Qalin 2,5 nam qalingidan, kursini ham 3/3likni qalingidan ishlangan. Stolning ustundagi taxta fanerni qalinligi 1 sm bo'ladi. Xohlasanglar undan qalinroq atsanglar bo'ladi, sal ustuna qo'shiladi. Xohlasanglar sal yuqoriroq atsanglar, sal kamayadi. Kimga kerak bo'lsa, gasanglar mahallalaring bilan cho'tka deb ko'rsatib beramiz. O'zing xohlagan razmerlaringda, xohlagan variantlaringda olaverasiz. Variantlar ko'p mahalla uchun.